Bizning shunday siz aytmishdek qo'shiq kliplar, ular ikki klip bor. Qolgan 20 klip, ular borsada badiiy. Bugungi kunda bizning tushirilgan kliplarning aytik bir 70%, 80% ular bizda tushirilgan. Bizning Rahmatli Xudayma degan klipi, mana siz u kliplarning birisini bilmaysiz. Siz tegilaringni ko'rasiz, nishlab shulay. Ana даже belgilab ketira kerak. Rahmatli Xudayma klipimizda güzelning. Anda bizning avul G'adi avul bir zo'r yoshdagi abzigar mudayna o'tira, opasi ishiga, bolalar qaytalar. Nik siz shu kliplarni ko'rmaysiz. Birinchidan, ikkinchidan biz bilan klipdan tugul Boshqirdistonning Mehmontor yoqlarında bo'ldik, Birjan yoqlarında. Anda da endi tabiatda biz go'zal bilan butunlay bizga xos bo'lmagan rakursdan ko'rindik. Biz anda o'rmonda adashib qolib, shumir tashlab, shunda ayulardan qochib, baliq jar etib, suvga batib, yig'ilib, mana shulay, shu formada bo'ldi. Turli rakurs tashlisi bor. Onun başta virtual bilan başlangan ekan. Virtual bilan G'adi kishi birinchi talashib olmaydi. No, G'adi deb совсем G'adi kelib chiqmadi. Nishin deganda, anda bizning bor edi, ideya birinchidan chiqqan edi, biz turist gruppalaridan turib qolamiz deb. Adashib turib qolamiz deb. Anda versiyada bor edi. Bunisi biroz nera bo'ldi. Kattaroq bo'ldi. Nasib bilan kelisham, anda yoqlarda bor. Lekin barliq kliplarni men anga bilamas edim. Aytik mana Taylandda tushirgan bir klip, anda bir indi. Klipda anda G'adi suv bir qiz, shu qiz bilan bo'lgan tarix. Siz bilasiz endi bu kliplarni. Albatta, narsa deb aytasiz kelar, estrada bek zo'r, ijrochilar ko'p. Mana bugungi kunda bir yolg'ishmasam 70, 80, 90% kliplar ular albatta bizning Qozonning bütün kafelarında, bütün uramlarında, bu mana bizning buna bu yoqlarni bek yaratalar endi. Nindi klip başlamasın da şunda şu beriktirasında şöyle. No, aydagiz bizda shulay aytaylik. Avulda tushlik, anda tushlik, bunda tushlik. Bizga g'adirak biz shig'amizda tushiramiz. Aybat, bizning bir shig'imlar yo'q. Biz ana xolos ishlaymiz. Balki biz bilmayman. Eğer bu G'adi klipning byudjeti ko'pmi bo'ladi, ham qo'shiq klipning byudjeti ko'pmi bo'ladi? Byudjetlar bek ayirmalı. Tege finansiyatdan yana tege konkret aytasizmi? 500 mingga qadar chiqqan bor. Bir klip. Yarım milyon. Ama lakin siz ulamag'iz bu bizning sizga gina kerak tugul. Bizga yaraydigan kishilar biz ko'p, ular bizlar chaqirib ketiralar bizni. Balki biz durust tuguldir. Balki biz durust yo'lda tuguldir, ammo lakin bizning natijamiz bor, ishimiz bor, bizning tomoshachilarimiz bor, ham shu kliplarni jillarni yaratib tomoshachilarimiz bor. Albatta shunga ko'ra da sizdan qarab tomoshachi qilinadimi so'ng, sizdan qarab yosh artistlar qilinadimi so'ng endi estradaga birinchi oldi bilan maqtovchi. Aybat yashaga tirsinlar, o'tirsinlar, u har birsine de tonus. Biz shod bo'lamiz. Bizga qarab kimdir tegi bu turishga yashay boshlasa, bu bir yaxshi ko'rinish.